44. Ekolog piramida bug'doy, pashsha, kaltaksak, lochindan iborat bo'ladi. Bug'doy, pashsha, kaltaksak, lochin. Bug'doy produsent bo'ladi. Pashsha birinchi tartib konsument, kaltaksak ikkinchi tartib konsument, lochin esa uchinchi tartib konsument. Uchalasi heterotrof bo'ladi. Bug'doy esa avtotrof organizm hisoblanadi. Bizda aytilgan, bizda massasi noma'lum bo'lganligi uchun lochinda oxiridagisi x qo'ydim, 10x, 100x, 1000x qo'ydim. Mana shunday masalalarda shunday ishlasa eng oson yo'li shu hisoblanadi. Heterotroflarning umumiy massasi deyapti 2442 degan. Heterotroflar qaysilar? Pashsha, kaltaksak, lochin, 100x, 10x, x edi. Uchalasining yig'indisi shu ekan. 100x ga 10x va x qo'shsa 2442 ekan. X larimiz 111 bo'lsa 2442 degan. Demak, x ni topsak 2442 ni 111 ga bo'lsa 22 chiqadi. 22 gram lochin, 220 gram kaltaksak, 2200 pashsha va 22000 bug'doy bo'ladi. Bizda birinchi va uchinchi daraja konsument. Birinchisi pashsha edi. 2200 qo'shamiz, uchinchisi lochin edi. 22 ni qo'shsak 2222 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. 45 dan shu berilgan, faqatgina so'ralgan narsasi boshqacha. Produsent va uchinchi daraja konsument degan. Produsentimiz bug'doy edi 22000, uchinchi darajasi lochin edi 22 qo'shsak 22022 bo'ladi. Javob D javob bo'ladi. 50. Xo'sh, erkak va urg'ochi qush tanasining birgalikda og'irligi 260 degan. 50 dan oldin 47 ni ko'ray. 46 ni. 46. Ekolog piramida bug'doyning pashsha, kaltaksak bo'lsa agar piramidaning asosini tashkil qiluvchi biomassani aniqlang degan. Piramidaning asosini o'simliklar tashkil qiladi. Ya'ni 22000 bo'ladi. Javob A variant. 47. Erkak va urg'ochi qush berilgan. Birgalikdagi og'irligi 260 gram. Erkagining massasi urg'ochidan 20 gram ko'p. Erkagi ko'p ekan 20 gramga. Shuning uchun 20 ni aytsak 240 qoladi. Ikkalasiga teng bo'ladi. 240 ni 2 ga bo'lsak 120 gram erkagi, 120 gram urg'ochisi bo'ldi. Endi erkak ko'p degancha erkakga qo'ysak 20 ni 140 bo'ladi. Demak 140 gram erkak, 120 gram urg'ochisi bo'lar ekan. Urg'ochisi 120 ekan, erkagi esa 140 ekan. Bizda aytilyapti, urg'ochisining massasi 128 ga yetish uchun 128 o'zi 120 edi. 128 dan 120 ni ayiradigan bo'lsak 8 bo'ladi. O'simlik, hasharot, qush bo'lsa, biz urg'ochi qush 8 gram semirish uchun 80 gram hasharotni 8 gram o'simlik degan bo'lish kerak. Bizda hasharot so'ralganligi uchun 80 gram bo'ladi. Keyingisi shu masala faqatgina erkakning massasi 155 ga yetish uchun degan. Erkagi 140 edi. 155 dan 140 dan ayiradigan bo'lsak 15 bo'ladi. 15 gram semirish uchun 150 gram hasharotni 1500 o'simlik degan bo'lish kerak. Demak, bizda o'simlik so'ralgani uchun 1500 javob C variant bo'ladi. 49 dan shu masala urg'ochisi 137 ga yetish uchun urg'ochisi o'zi 120 edi. 137 dan 120 ni ayiradigan bo'lsak 17 bo'ladi. Qush 17 bo'lsa, urg'ochi qush, hasharot 170 bo'lish kerak, o'simlik 1700. Bizda o'simlik so'ralgani uchun 1700 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. 50. Boyagi masala faqatgina so'ralgan narsasi boshqacha. Erkak 152 gram yetish uchun, o'zi erkak 140 bo'lsa, 152 dan 140 dan ayirsak 12 bo'ladi. Erkak qush 12 gram, hasharot 120 gram, o'simlik 1200. Bizda o'simlik so'ralgani uchun 1200 A variant bo'ladi. 51. Urg'ochisi 128 ga yetish uchun, urg'ochisi o'zi 120 bo'lsa, 128 dan 120 ayirsak 8 bo'ladi. 8 gram qush, 80 gram hasharot, 8 gram o'simlik. Bizda o'simlik so'ralgani uchun 800 gram bo'ladi. Javob D variant.